Yaqinda bo'lgan jangda Elmol Haqnazarov sotib oldi jangni deyapti. O'zi yo'q. Ya, o'yinga Pit Farg'ona Erik Haydar. qanday isbotlasiz? Haqqoniyligini. Endi qarang, sotib oldi degan odamni fikrini o'zgartira olmaysiz. Uni kim tushunadi? Uni haqiqiy sportsmen tushunadi. Agar sport ichida yurgan odam bo'lsa, tushunadi. Ana sportga aloqasi yo'q, 40 kilolik yog'ni qoringa qo'yib olgan odam gapiraveradi. Unga hech narsani isbotlash shart emas. Kommentariyalarda yozishganda Agar kimdadir agar shubha bo'lsa, o'tgan safar ham intervyuda aytdim, kimdadir agar shubha bo'lsa, mana xohlasa Cowboyda, xohlasa Toshkentda o'sha Oqtepa Fight baza bor. Farqi yo'q. Birorta joyda chaqiradi, ani ko'cha urish emas. oddiy Chiqamiz o'sha MMA 3 minut. Ko'rish farqi yo'q. Ves to'g'ri kelsa bo'ldi. O'zi necha yoshda boshladingiz Elmol akaga sportni? 37 yosh. 37 yosh. Jiddiy 38 yoshda. 37 yoshda endi hali tosh ko'tarib yurardim. Mana 9 oy 10 oyga o'tdik, kurashyapman. O'zi 1 yil shug'ullanib, hozir 39 dasiz, shunaqami? Ha, yaqin. 1 yil shug'ullanib musobaqaga chiqdingiz. Ha, xudo Shunaqami? xohlasa. Xo'p, hozirgi yoshlar ko'p, 34-35 yoshlar u semirib ketyapti, katta tog'a bo'lib ketyapti. Shularga bir maslahat, motivatsiya bering, sportga borsin, shug'ullansin sport bilan. Endi bunaqa narsa bor. Agar siz zalga o'zingiz xohlab kelmasangiz, o'zingiz xohlamagan holda banisaga borasiz bir kun. Shuning uchun imkon bor edi. Birinchidan sog'lom odam sog'lom fikrlaydi. Sog'lom odam immuniteti baland bo'ladi. Sog'lom odam oilasini ham himoya qila oladi-da. Har bitta erkakka sport kerak. Kerak. Videoga like bosib, yosh joniga semirib ketgan bironta tanishingiz, do'stingiz bo'lsa jo'natib qo'ying, manfaatli bo'ladi. Elmurod aka, katta rahmat sizga.